Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylarida obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon shahri Shixlarkent mahallasi, ya'ni xalq tili bilan aytganda Qaysili massifiga tashrif buyurdik. Ya'ni Bog'dod to'yxonasining yonboshi bilan kelishdagi ko'cha, umumiy ko'rinadigan ko'chamizni ko'rsatib o'tamiz. Kiraverishimizda ko'cha bilan kelaverishda, markaziy ko'cha bilan общий umumiy 11 sotixdan ziyod, ya'ni dokumentalniy o'sha 11 deyapmiz, oxiriga qadalgan, lekin hisob kitobimiz 11 dan ham ziyodroq joyimiz, ya'ni uy joyimiz, korobka holatdagi uy joyimizda video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Kirish kodimiz endi xonadon egalari Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Bu yerda hech kim turmaydi, o'shaning uchun qurilish ham yakunlanmagan. Biroq endi darvozaxonalarni, darvozaxona qilishlari o'zlaringizga bog'liq. Ya'ni kim bu ukasining uyi ekan, qo'shni tomondan ham hech qanaqa muammo masala bo'lmaydi. Zavor qilinadi. Arzonroq variantdagi uy joy, yer joy kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, 95lik 214 8109 raqami va 77lik 204 8109 raqamida doimiy aloqada bo'lamiz. Bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Kimdan kim reklama bo'ladigan bo'lsa, magazin, do'kon, arendaga beriladi, sotiladi. Uy joy, yer joy nima bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsanglar, chiroyli qilib kanallarimizga yoritib beramiz. Xo'p, endi umumiy 2 qavatdan iborat ichkarilarni, endi hozir tepangi qavatlarini videolarni to'liq ravishda ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, endi suv bor, suv bormi deganlar uchun suv bor. Yerimiz unumdor, gaz bor, svet bor. Xo'p, yana ko'rib turganingizdek, umumiy qavat 2 qavatdan iborat. Pastda 2 ta, 3 ta, bu yoqda yana 2 ta xona, sanuzelar, koridor, общий berdi ham bir 4 ta xona, tepada ham yana 4 ta, umumiy 8 ta xonadan iborat zdaniyamiz, ya'ni korobka holatdagi uy joyimizda ko'rib turibsizlar. Endi ichkari tomondan ko'rsatib o'tish shart emas. Ko'rib turganingizdek, endi shu korobka holat. Tepangi qavatga chiqish kodini, ya'ni tashqaridan, ya'ni yonbosh tomondan qildim. Nimaga? Chunki oldi fasatini buzib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun bu yoqda chiroyliroq qilish uchun bu yerdan ham bitta, ya'ni kuxniyaga xod qilib qo'ygan. Kelajakda o'sha kuxniya, ya'ni bu yerda yeb ichib, polni o'sha pishir kuydirlarni qilib o'tirib, tepangi mehmonxona bu. Ko'rib turganingizdek, zinalar qilingan. Buni baribir boshqatdan bularni ishlatsa bo'lar ekan, boshqatdan sistemasini tuzgan. Mana bu yerda ko'rsatib o'ting, mana bu yerimiz endi glавный joy. Ya'ni o'sha mana bu eng vaqtida legendarniy o'sha to'yxonalardan bittasi bo'lgan. Bu yerda o'sha Qaychilar massifida yashagan barcha fuqarolar bir juda ham ko'pchiligini yaxshi vaqtli onlar mana shu to'yxonada aynan visol oqshomlari bo'lgan. Ya'ni o'sha kafolat to'yxonasi. Ko'rib turganingizdek, kafolat to'yxonasiga yetmasdan, ya'ni bog'chaga o'tganingizdagi mana shu o'rtalardan kirib kelaversangiz ham bo'ladi. Endi bu yer bilmayman aniq bu yerdan yo'l beradimi yo'qmi, o'shaning uchun biz narigi tomondan yo'l qilganmiz dedi. Bu yoqdan ham kelishsanglar, balkim o'sha to'yxonaning egasimi yo endi kimgadir qarashli joy bo'lsa, endi kelishsanglar, balkim bu yoqdan ham bir yo'l qilsa bo'lar, imkonini qilsa. Agarot qismlarini ham ko'rsatib o'ting. Agarot qismlari ham 11 sotix juda ham katta, ya'ni kattaroq hovli xohlaganlar uchun, misol uchun mol boqaman, qo'y boqaman, qishloqda yigitiman, qishloqda bolasiman, shu musofirda qishloqdan ham o'sha rayondan, lekin o'sha qishloq sistemasida kattaroq hovli qilaman deganlar uchun ayni muddao mana mevali daraxtlar, anor, anjir, tut, gilos, hamma daraxtlar, yong'oqlarimiz mana katta bo'lib ketgan, yong'oqlar bor. Ko'rib turganingizdek, bemalol pastda nomerlarni qoldiramiz, hoji bobomizda telefon qilib muloqotga kirishib, o'sha savdosini qilsanglar bo'ladi. Umumiy bahosi 75 ming dollar deyishyapti. Endi bu aytiladigan summa, albatta hoji bobomiz aytayapti, Shodiyor ukajonim, mayli agar sizni kanalingizdan kimdir chiqadigan bo'lsa, kimdir aloqalashadigan bo'lsa, bir yaxshi niyatda oladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol chiqaversin, siz uchun kelishtirib beriladi. Chiroyli narxlarda qilib beraman mayli ukajon deydi. O'shaning uchun endi bilmadik biz qancha tushib beradi. O'shaning uchun bemalol pastda nomerlarni qoldiramiz, telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorovich, yana o'sha lokatsiyasi aniqroq tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Ishtixon shahri Shixlarkent mahallasi, ya'ni xalq tilini aytganda Qaychilar massifida joylashgan, umumiy 11 sotixdan iborat, 11 sotixdan ham ziyod joyga barpo qilingan korobka holatdagi 2 etaj, ya'ni 8 xonadan iborat joyimizda, uy joyimizda video obzorini e'tiboringizga havola qildik. Musofirdagi hoji akalarimizga sekingina jo'natib qo'ysanglar, joyimizning egasi ham hoji bobo ekan, bemalol kelib barakasini qilsanglar, kelishtirib beraveradi.